qaranglar, men cho'ntakni xohlasangiz, oddiy nakladnoy cho'ntak qilsangiz bo'ladi. Mana bunaqa qilib. Olimpikalarga qilinadi, shunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Men anaqali plankali cho'ntak qilgim keldi. Lekin bitta tomoni bor. Bu birinchidan astarsiz, ikkinchidan 3 tipli nachos, 2 qavat mamnaqa qop cho'ntak qiladigan bo'lsam, bu qalin bo'lib qoladi va do'ppayib qoladi. Boksamizni katta ko'rsatib qo'yadi. Sababi har doim mana bel chizig'idan 5 sm pastda nima turadi? Cho'ntak turadi. Bu boksaga yaqin bo'ladi. Shuning uchun men faqatgina mana bunaqa qop bir qavatdan qilib oldim va mana shu klapanga shuni chok berib qo'yaman. Tushuntira oldimmi? Ya'ni men bundoq qilib chok berib qo'yaman. Bo'ldi, bir qavat cho'ntak bo'lib o'zida yopishib turadi. Buni tikilishini ham ko'rsataman. Demak, olimpikamizga mana bunaqa shirinchaginini, orqasidan bunaqa turadi, shirinchaginini cho'ntak qilgili kelayotgan bo'lsa, demak nima qilamiz? O'sha kesmaganimizdek faqat qizlarjonlar imенно chok joyiga обязательно dublering yoki flizering yopishtirishingiz shart. Birinchi bo'lib qilamiz, ishimizni plankamizni ikkiga buklab olganmiz. Mana shu plankamizni chokini chokkaga qo'yib olamiz. Ana endi orqa tarafidan mana shu joyiga chok yurg'izamiz. Mana endi ichiga kirgizib olganimizdan keyin bunda ochamiz-da, mana bu tilchasi deyiladi. Cho'ntakning tilchasi tekis qo'yib olganingizdan keyin mana shunday chok beramiz. Endi bitta dazmol qilib kelamiz. Mana dazmollab keldik. Endi mana shu cho'ntagimizni joylashtirishimiz kerak. Tikib olamiz. Mana tikib oldik. Ana endi mana shu joyini overlock qilamiz. Mana dazmol qilib tepalarini overlock qilib keldik. Cho'ntagimizning og'zini yopgan holatida bunda qo'lingiz bilan chuvstvovать qilsangiz bo'ladi. Mana shu choklarini hozir biz sizlar bilan tikib ketamiz. Mana bo'ldi. Bizning cho'ntagimiz tayyor.